Tvorojnik retseptini juda ham ko'pligini bilaman, lekin mani usulimda hali hamma ham tayyorlab ko'rmagan. Idishimizga unni solamiz, saryog'ni cho'rkadan chiqaramiz va yaxshilab qo'limizda uqalab olamiz. Shakar solamiz. Alohida idishga smetana, soda, tuxumni solib aralashtirib, kakao solamiz. Yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qilamiz va ikkiga bo'lib olamiz. Xamirimizni tindirish uchun xolodilnikka qo'yamiz. Xamirimiz tinib chiqquncha nachinkalarni tayyorlab olamiz. Tvorog, shakar, kraxmal, tuxumni yaxshilab blender qilib olamiz. Olcha, shakar, kraxmal va suvni hammasini idishga solamiz va gazga qo'yib, qaynaguncha aralashtiramiz. Shunaqangi quyuq massa bo'ladi va xamirimizni yoyamiz. Birinchi xamirimizni listimizga solib, ustidan tvorogli nachinkamizni solamiz va tayyor olchali konfimizni solib chiqamiz. Ikkinchi xamirimizni ham ustidan solib, duxovkaga pishish uchun yuboramiz. Duxovkada pishib chiqquncha shokoladimizni eritib olamiz. Qaymoqni, shokoladni idishga solib, mikrovolnovkaga oz-ozdan qo'yib, eritib olamiz. Yaxshilab aralashtiramiz bir xil massa bo'lguncha. Pishib chiqqan tvorojnikimiz ustiga shokoladli massamizni quyamiz va xolodilnikka ozgina sovish uchun qo'yamiz. Sovigandan so'ng xohishga ko'ra kesamiz. Shunaqangi mazali tvorojnik bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, meni xursand qilib, yuricha bosishni unutmanglar.